Panoh o'zbek filmida Farruh Soyevning singlisi Mohira rolini o'ynagan Shahlo Hojiyeva hozir nimalar bilan band? Aktrisa o'smirligida suratga tushgan bu filmni nima sababdan ko'rgisi kelmasligi haqida gapirib berdi. Do'mboq bo'lganim uchun filmga qabul qilinganman. Panohda rol o'ynaganimda 17 yoshda edim. Oliygohga endi kirgandim. Panohdan avval ham kichik rollar ijro etib yurganman. O'shandan ilhomlanib, Rustam Sa'diyevning o'zi meni kastingga taklif qilgan. Juda ko'p raqobatchilar bo'lgan. O'zimga ishonmaganman. Sababi to'laroq qiz edim. Ozib olay deganman. Ko'p bahonalar qilganman. Lekin Rustam aka aynan shu do'mboqliging uchun seni rolga olaman degan, deya eslaydi aktrisa. Mo'ylovim sabab kinoni ko'rishga uyalaman. Haligacha odamlar meni ko'rsa, shu rolimni eslab, nega mo'ylovingni olmagansan deydi. U paytda men yosh, sodda bo'lganman. Hozirgi filmlarda bitta grimyor bo'lsa, o'sha paytda Panohda naq 4 ta grimyor bo'lgan. Shuni olib tashlasa bo'lardi-ku. U vaqtda qizlar hozirgi darajada bo'lmagan. Soddalik, tabiiylik zamon talabi bo'lgan shekilli. Shu narsa haligacha menga pand beradi. Mo'ylovni deb rolimni ko'rgim kelmay qoladi, deydi aktrisa. Odamlar Panohdan boshqa rolimni bilishmaydi. Eng esda qolgan epizodim qahramonimga Mohira bu kim deyishganida akam deydi. Akangiz nima ish qiladi desa, hozir qamoqdan chiqdi deydigan joyini ko'cha-ko'yda taksi haydovchilari ham eslashadi. Bu rolni ijro etib, O'zbekiston davlat san'at va madaniyat oliygohida o'qidim. Hozir O'zbekiston davlat drama teatrida ishlayman. Deyarli har kuni telenovellalarga suratga tushaman. Bir haftada 3-4 marta telenovellada chiqaman. Lekin taksi haydovchilari siz Panohda o'ynagan qizsiz-a, nega ijodni to'xtatdingiz deyishadi. Bundan ba'zan xafa, ba'zan xursand bo'laman, deydi aktrisa. Blogerlarga ko'proq hurmat ko'rsatishayotganidan ichim g'ash bo'ladi. 2009-yildan buyon teatrda ishlayman. Deyarli har kuni spektakl qo'yamiz. U yoqdan chiqib suratga olish maydonchalariga boramiz. Lekin tadbirlarda hatto bu blogerlarning joyi, qoching, o'tirmanglar degan gaplar bo'lyapti. Bundan xursand bo'lish mumkin, ammo g'ashlik ham bo'ladi. Hozir o'z kursdoshimdan taklif tushgan. U marketolog. Kel Shahlo, seni biroz rivojlantiramiz. Mos rollar topib beraman deydi. Ssenariylar topib beradi. Ijtimoiy tarmoqqa ham videolar olamiz. Hozir hayotda baxtli ayol rolidaman. Alixon va Aliya ismli 2 farzandim, chiroyli oilam bor. Qaynonam men ishdaligimda bolalarimga qarab turadi. Shu sababli ko'nglim to'q bo'lib ijod qilaman, deydi aktrisa Shahlo Hojiyeva. Ma'lumot uchun, aktrisa Shahlo Hojiyeva Devona, Sevinch va Panoh filmlaridagi rollaridan so'ng yirik loyihalarga taklif olmagan. Oradan bir qancha vaqt o'tib, Adashgan sovchilar, Hurqiz va Baron kabi kassabob filmlarda suratga tushgan.